O'sha yilni oxirgi so'zini men aytdim, yana 4-marta yoki 3-marta bo'ldi. Qabih. Yo'q. Oxiri endi deyilmoqda. Oxiri N harfi. 1924-yilda ushbu so'z Million. paydo bo'lgan. Million? Konsert beryapti-yu 20 yildan beri. Bilmasanglar bilib olinglar, eslab qolinglar. Bilmaganlarga ham aytib qo'yinglar. Bo'ldi. 1924 raqamini eslab, sonini eslab qolinglar. 1924-yil O'zbekiston so'zi paydo bo'lgan. Bu bizni doimiy yuragimizda qolishi kerak. Esimda Usmonov va O'zbekiston qo'shig'i o'zbekligimdan faxrlandim, tan olaman-da shuni. Ko'rmagandik plagiatda, hozir plagiatdan to'ydim. Undan ko'ra interesni Eskandir o'ydim. Estrada yulduzlari aslida yer qunduzlari, ikkita normalli ijodga estradimizlari. Nomedim uzmadim, yuqorini men ko'zladim. Rostdan g'ashimga tekkan narsalar haqida so'zladim.